shaxs ayblanuvchi hisoblanadi qachonki unga sud hukmi chiqqanidan so'ng. Sud hukmi chiqmaguncha shaxs u jinoyatni sodir qilganlikda tergovchi tomonidan ayb e'lon qilib, ayblanish tariqasida jinoyat ishiga jalb qilishi mumkin, lekin u baribir yakuniy so'zi sud etganligi sababli uni biz baribir ayblanuvchi deya olmaymiz. Tergovchi tergov jarayonida, misol uchun, bir shaxsni jinoyat ishida gumonlanish tariqasida jalb qilib, unga o'sha yo'nalish bo'yicha agar ayb e'lon qilib, unga nisbatan ehtiyot chora qamoq tanlab, agar deylik vaqtinchalik tergov hibsxonasiga joylashtirib qo'yib, lekin tergov jarayonida agar shaxsni jinoyat sodir qilmaganligi ma'lum bo'lib turib, uni Jinoyat protsessual kodeksining uni harakatlarida, ya'ni o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismiga asosan uning harakatlarida jinoyat yo'q deb baholab qamoqxonada ozod qilinadigan bo'lsa, tergovchiga nisbatan xizmat tekshiruvi bo'ladi va unga o'sha ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun bo'yicha va ichki nizomlar bo'yicha unga jazo tayinlanadi. Hamda keyingi holatini ham agar oladigan bo'lsak, aybsiz aybdor bo'lib o'tirgan odam borku, bir necha kundalik yoki 1 oy, 2 oy davomida o'tirgan shaxs fuqarolik sudiga ma'naviy zararga berishi mumkin.